Mana shu biznesga kirib kelganimga 5 oy to'lar ekan, xudo xolisa. Alhamdulillah yetkazganimga shukur. Demak, men 4,5 oyda mana shu biznesda 53 million so'm daromad qildim. Xudoga shukur. Rublda 348 ming rubl bo'ladi. Xudoga shukur. Demak, bu daromadlarimni olganimni qanday qilib olganimni sababi, masalan, o'sha o'zini aqliga sig'dira olmaydiganlar bo'lishi mumkin emas. Kecha menga bittasi aytayaptiki, hattoki kresloda o'tirganlar ham oyga bunaqa pul topolmaydi. Opa, kim налог qilyapsiz? U bu deyapti. Ha, biz rostdan ham shunaqa pul topa olamiz bu biznesda. Lekin masalan, mendan oldin shu biznesga kirib kelganlar ham bor, mendan keyin kirib kelganlar ham bor. Endi u har bir inson o'zini qo'lida qanchalik daromad qilishi. Mendan oldinroq kelib, meni topgan pulimni yarmini topa olmagan insonlar